Assalomu alaykum hammaga. Navbatdagi obyektimiz Oltiariq eski Arab qishlog'ida. Asosiy yo'lni, o'sha Farg'ona yo'lining Arab qishlog'ida ochilgan. Ko'rishingiz mumkin, 4 ta boks ustanovka qilib berganmiz. Akamiz joylarini juda ham chiroyli qilib taxlabdi. Hali qurilish ishlari ketyapti ekan. Kamchiliklar bor, hali to'liq ishga tushmadi. Apparatlarda ozgina o'rgatib qo'yadigan joylari bor edi. Bir proverka kelgandik. Xo'sh, akamizga 6 ta funksiyalik apparat qilib berganmiz. O'sha 80 funksiyalarini ham ishlatib berganmiz. Hozir 30% bonusini yoqib berdik. Shu apparatga 10 ming so'm solgandik. 13 ming so'm bo'lib tushdi. 30% bonus ko'rib turishingiz mumkin. Zakazga binoan o'zlari logotiplarini qo'yib berganmiz. Bu bokslarimizda bilsalang VIP NFC kartalari bor. Undan tashqari ostatkalarda yig'ib oladigan kartasi ham tushadi. Bu yerga o'sha klikdan to'lash uchun maxsus naklenkalar ulanadi. Bilasizlar, biz apparatlarda analitika xizmatlari bor va yana hali hech kimda yo'q hozircha avtopauzalik versiyamiz hisoblanadi. Bu yerda sim karta solsa o'ziga sim karta ham tushadi. Antennalarni qanchaligini ko'rsatib turadi. Soatlargacha ishlatib berganmiz akamizni. Xudo xohlasa motorxonalar ozgina kichikroq bo'lib qolgan ekan, lekin kichkina bo'lishiga qaramasdan apparatlarda o'sha idealni qilib ustanovka qilib berdik. Bu yerda pochkalar tagida ximikatlar zapravkasi qilinadi. 1 tonnalik osmos apparat ustanovka qilingan. Bu yoqda o'sha elektronik shit motor pompalari chiroyli qilib standart asosida ustanovka qilingan. Xo'sh, juda ko'pchilik joy tayyorlaganda joyning razmerlari, keyin qanday qilishni bizdan ko'p so'rashadi. Eni 5 metr, uzunligi 6 metr, balandligi o'sha 4 metr qilsa idealni hisoblanadi. Bundan tashqari juda ko'pchilik joy tayyorlab qo'ymaydi. O'rtasiga mana shunday konsul qotish o'ringa qo'yib, o'ngga o'ng profil tortib olgan maqsadga muvofiq bo'ladi. Ustanovkalar ko'rib turishlaringiz mumkin, yerga tegar-tegmas qilib ustanovka qilingan. Buning sababi yerga tegib tursa, ozgina ishqalanish orqali 3-4 oyda ishlankani mana shu tag qismi yedirilib, simi chiqib, teshilib qolishi mumkin. O'shani hisobiga mana shunaqa qilingan. Xo'sh, yana bir eslatma, joyda uklonni qanaqa qilish kerak? O'rtaga mana shunaqa yama qilgan ma'qul. Sabablarini tushuntiraman. Birinchidan, odam tagida suv to'planmaydi, mana shu yerga musorlar yig'iladi. Keyin ko'p mashinalar loy bo'lib keladi. O'sha loy bo'lib kelganning hisobiga loylar bu yerda cho'kib, bu yoqqa faqat toza suv o'tganning hisobiga bu ariqlari tezda to'lib qolmaydi. Xo'sh, keyin buni ustiga o'sha mashina tushib ketmasligi uchun maxsus qopqoq yasatib qo'yasizlar, xuddi shunga o'xshagan. Videomiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, pastda kontakt qoldiramiz. Yana qo'shimcha savollaring bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishlari mumkin. Polidejatlarimiz nerjinkadan hisoblanadi. Jag'lari o'sha katta ochiladi. Ertaga zaynab ketib muammo qilmaydi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Quromoy barakali biznes.